Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, sizlar bilan men Arka va Ispo. Hurmatli yurtdoshlar, bugungi videolarimiz ko'pchiligingizga bir foydali videoga e'tiboringizni havola qilishga harakat qilamiz. Xorazm viloyati Hazaras tumani Karvak qishlog'ida, Karvak Shavot Sitopor teyinda Sajadabek og'amiz prinsiplarni olib chiqdi ekanlar. Bu og'amiz 5 yillik stajga ega inson bo'ladi, ya'ni shu prinsip yo'nalishi bo'yicha 5 yillik stajga ega inson bo'ladi. Shu yana kelamiz, narx-navolarni tushib shular haqida qo'llangancha ma'lumotlarni olib, yoritib berishga harakat qilamiz. Sizlar videolarimizni befarq bo'lmang, arzimat millatimizni qadrlab, videolarimizni обязательно enjirni like-ni bosib, bu videolarimizni prinsip qidirib to'g'rish bir şey bo'lsa, shularga jo'natib qo'ysangiz, videolarimiz kamat takashlar o'z sizlaringizni qo'shgan bo'lsalar. Ham Sajadabek og'amizda ishchi güchi kerak suvatchilar bo'ladi bo'lsa, ishga taklif qilamiz dedilar. Ekranda telefon raqamlarini qo'yib o'tganmiz, bemalol aloqaga chiqib, ishchiman degan yurtdoshimiz bo'lsa, ishga kelaversangiz bo'ladi. Batafsil ma'lumotni o'zlaridan olib yoritib berishga harakat qilamiz. Sizlar videolarimizni like-ni bosib, ko'rishni davom qilaveringlar. Assalomu alaykum Sajadabek aka. Assalomu alaykum. Sog'lik yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Sog'likda Amazonga keldingizmi? Xudo shukr. Ro'zalar bilan qiynalmidingiz bo'lsa? Rahmat, rahmat. Qani narx-navosini chiqib o'tiribdi mana. Narx-navolarni tushuntiramiz. Birinchi xudo xolasa bir manzilni tushuntirib o'taylik bir yurtdoshlarimiz uchun. Buni 80% viloyatdan oladilar-da, viloyatdan beramiz. 20% Xorazm Qoraqalpoq oladi. Shuning uchun birinchi adresini tushuntirib o'tsak, xudo xolasa. Bu viloyatdan keladigan yurtdoshlarimizni o'zimiz Amudaryo ko'pirikidan 7-8 kilometr peshobodning ikkita svetofor bor. Uchta svetofor yonidan mana svetoforni ko'rsatib qo'yib, shuni yon tarafida joylashgan. Qoraqalpoq, Xorazmdan keladigan yurtdoshlarimiz Hazarasi katta O'ttin bozoridan 7-8 kilometr şurada Shavot Karvaki svetoforning yanında joylashgan manzilimiz. Xudo xolasa endi qo'ldan kelganicha hozir narxlari bilan yuk ko'tarishi razmerlari bilan tanishtirib o'tamiz. Avvalambor keltirgan hammangizni Navro'z ayam bayram bilan tabriklayman. Xudo xolasa esa boshladi, xudo xolasa bir yandan. Bunun narxi nechik bo'ladi aga? Razmerga qarab bo'ladimi, balonlarga qarab bo'ladimi, yo bo'lmasam içine qo'yilgan materiallarga qarab bo'ladimi? Razmerga qarab, razmerga bog'liq. Tepasida rushotkasi bo'ladi, tetli variant bo'ladi, alifli variant bo'ladi. Shunga qarab narxlar o'zgaradi razmerga qarab. Bu nimaning razmeri 2 metrga 1.30, kichkina razmer, teko damazlarga ko'p ketib turibdi hozir matizlari. Bu 7.5. 7.5 so'm shu turishi parkoplari, elektromontajlarni ichida qilib berib turibmiz buni. Pavoritliklari yanadi. Ha, pavoritliklari ham yanadi. Pavoritlik mashina arkasida parkopi bor. Parkoplarni ustanovka, elektromontaj hammasini ustanovka qilib shuni 7.5 ichida qilib berib turibmiz. Bu 2 metr 1.30'imiz. Balonlari 15'lik balon, lastikli balonu, bakot prinsiplari, bakot resurslarini qo'yganmiz. Gentra radnoy balon bu. Gentra radnoy balonlar qo'yilgan ekan. Amazatlar ham qo'yilganmi, ha? Ha, zaten amazatlar hammasida bor. Amazatlar ham qo'yilgan. Ha. Bemalol yurishingizni bu tarafdan ko'rsatamiz. Amazatlarni. Buni razmeri necha dediga? Bu 1.32 metr. 1.32 metr. Narxi necha so'm buni? Buni 7.5. 7.5 million so'm. Yarashadan joyi bo'ladimi buni? Ustidan yana ozgina tortishda bo'ladi, tortishdan joyi bor ozgina. Lekin parkopini elektromontaji ichida qilib berib turibmiz. Dokumentlari necha bo'ladimi? Dokumentlari shu spravka, shu yerga keladi, viloyatdan keladigan yurtdoshlarimizga, shu yerda bemalol kelamasdan kelaversinlar, uyda yatish sharoit bor, mehmonxona bor. Issiq ovqat qilib, chiroyli qilib elektromontaj parkop ustanovkalarini qilib, rozi qilib uzatib yuboramiz. Xudo xolasa. Dokument shu spravka nomiga chiqadi. 2 soat ichida parkop, dokument, elektromontaji bitadi hammasi ichida. Bu ne? Bu 1.32-30. 1.32-30. Buni tagli pol varianti bu. Tagli pollarni ko'rsatib berdik. 3,5 santimetrlik qalin polda qilib turibmiz-da, qalin bu mol qo'y tashish uchun. Tagli qalin poldan. Taglarning qalqaslari ham qo'yilgan. Aslida shu tagli pol variantlari mol qo'y tashish uchun oladilar. Bu tepasi rushotkasi bilan buni narxi 9 million so'm. Shu parkop elektromontaj içinde. Buni ham shu yuk ko'tarishi bir xil, hammasi shu 1,5 tonna yuk ko'taradi, 2 tonna ko'taradiganlari bor. Bunga hurmatli obunachilar, mol hol qatniyman deydigan olsalar ham bo'ladi bu, dars qatniyman deydigan olsalar, yem qashak qatniyman deydigan olsalar, xo'jalik uchun kerakli vajdan. Rangini farqi yo'q axir. Rangini farqi yo'q. Rangini svet deydigan olsalar, qilib beraverasiz. Mashinada qanaqa svet o'zi, shu mashinasiga qarab urib beraveramiz. Farqi yo'q, rangida farq qilmaydi, narxida o'zgarish bo'lmaydi.
Bunun ikinci seviyetinizni çek. Bunun iki seviyetimiz... Bu katta rakam eken, Bu katta rak variantı, bu 1,5, 2,5. Bu konteyner variantı, tagi konteyner. İkilik, konteynerin... Lisinden kılıngan. Evet, konteyner lisinden. Ramaları hemmesini şivillir. Teylerine köşeti bitin, teyleri buroyu, kalın buroyu turbadan yasap turpmuz. Biyemalı bular 2 tonna geçerlik biyemalı bassa buladı bulara. Asobunu mual taşı için, ağır yükler için buroy turbalarına mesela hepsi buroy turba. Bunun arqınçısın. Bunu 10 milyon son, biraz bir kattarak 10 milyon son. Şu bunu yan parkop, elektromotor şu içinde. Şunu ala. Bulanız. Bu bir mosunun uzun variantı, mebelçiler alt tuttu bunu. Bu 1,40'a 270 bunun uzunu. 1,40'a 270. Ha, Bulam bu. şu centra balon. Ha, Hemen şu centra balon. Yok yok, damasken Damasken var var, mı? nikseleken var. Balonu liboturuna koyup veririz. Kim yakana balon kirek var degese balondan bomba yok. Şu ekranda telefonda mı alıp açıkasın. Ha, Ama ha. şunun balondan koyup ben deydi olsa koyup verirler. Ha. Bunun arqınçısın bu Bu da. 8 yarım kulüp veremiz bunu. 8,5 milyon som. Ha. Hesap. Arqınçısın ekan. Bu iki tane musikimiz, bu katta razmer. 2 moslu, Ha, yani 4 bu- balonlu. Ha. Koşa balon deydi buna. Koşa balon iki tane. Bu 1,80'e 280. 1,80'a 380. Ha, 1,80'e Bu 2 280. tonnalık mı? 3 tonna çekmişler. tonnalık, Ha, he? teylerine köşe, tek kalkanlarına köşe bitti. Yine balonları. Bu teyleri buroy turbada yasab bunu. Bro oytmadan yasalgan. Bro 3 tonna bir mol bastı boladı. kalın katlı buladı lan bu. Hem bortlarına aytıp etmemiz. Qarang, bortların hem 2 xil variantı bor. Oy. Nerkiler asil kokketa var. Bular kontinenin tam kısmı 2-2'lik bu. Bu kalın Küçük materialdan kılıngan ekan. 2-2'lik kontine. Bu bayım şundan. Tunik emas ha, yoki mol Ha, holingdan ha. olsanızlar, ders bers yüklüyden olsanızlar. Libo demir yechib qolmaydi. nasiplasam qattiq materialdan. Bunun narxini aytdikmi? Bunun narxi parkoplar bilan elektromontaj 14 milyon so'm qurib beramiz buni. 14 milyon so'm. Ha. 4 dona bunga короче buni olib turib, mol bozor kattimon deydi olsanızlar ham bo'ladi. 4-5 mol bemol ketadi bunga. 4 dona mol ayna misol uchun planlashtirib, yipini validonlarni qo'yib qo'ydilar. Bemol olib borib ikkala berib berasizlar. Bir dona nomerini takib berasizlar, ana shu spravka chiqarib beraman dedilar. To'g'ri, gayga borasizlar, nomer olib turib, ildirib, qayda berasizlar, xudo qarasa. 10 gün ruxsat bor. 10 gün, 10 gün içinde nömerlik pasport alsara bo'ldi, 10 gün ruxsat bor. Ha. Bu montaj uchun bu 1 mosusi. Bu mol. Bu 1,5 1,62 2,60 razmeri bu. Bunun bunlardan ko'rsatib o'ting, molning bosh qismi chiqib turadiganlari ham bor bu. Ha. Mol oldi nima qiladi? Arqa tarafiga bosadi-da, oldi tarafiga molni nima qiladi? Bu pol varianti, arkasi ham molni yurib chiqadigan taxtadan qilganmiz, molni oyoqqa tegmaslik uchun. Ha. Tushirib qo'yasizlar, Ha. to'g'ri chiqaraverasizlar, Ha, bo'shitib yurib. ko'tarib yurmaysizlar. Shuni ham bir Ha, bezatib yuz tuvaling obunachilarimizga shuni- obunachilar. Shuni boltini yozdirib. Buni razmeri nechancha? Bu 1,62 60. 1,62 60. Ha. Teylarni qog'ozlardan güzel tuting ben. Buroy turbadan kalın materiallardan asobini katta öküzler için, mollar için teyni polun kalınlığından tuzatib bering. 3,5 santimetrlik kalın poldan. Shuni Bu mol 1 tonnalık öküzler ham ha. chiqadi shuni. Bir Ina bu qarinligi. arka taraf. Ina. Bu katmaydi bu. Qalin vajdan, qalin taxtadan qo'yilgan ekan-da. Tep-tez urib turaveradi ekan shuni urib, ina. Aslında Pirisparyanı üle beraberesi acayip bolalı. O da qarasa. Aryan tarafında hiç söz bo'lmagani uchun götalarini kitdi bazı. Eğer maşina ülengen bo'lsa mık etmedi. Bunga ham shu ko'rganlaringiz o'nggi tarafda 4 mol baylash uchun qo'yilgan. Yan boshlardan qo'yilgan. 6 mol, 7 mol basaver degansizlar, kattalik kichili. Bu yandan bo'ylab, bu yandan bu. Ko'rganlaringiz mol baylash. Bunun ham bu orta resurları, gaz elektriklerin, bakat resurlardan ramalar 8'lik şiveller bunun. Aman. 2 tonna yük bir mana bassa boladı. Mesela kontrelisten. Kontrenin tamlisi 2-2'lik. Kalın. Kalın lisanı qo'yilgan ekan. Bunun narxini so'm, narxini aytdikmi? Bunun narxi 11,5 milyon so'm. Yana üstünde bitta tortishadan joyi bor. 11,5 milyon so'm. O'zining kanalini kuzatib o'tamiz. Hazaras avto pressep kanalim bor. YouTube kanalınız var yani. YouTube kanalim bor. Aman. Şu o'zim meni kanalimdan keladigan bo'lsa, obor ochingman desa, yana üstünde skitka qilib 300-400 ming yana qaytib beraman.
gelişip durgasın. Bular yine Gerek Hazarasov Avtopress degan YouTube kanalları var ekan, bemalol o'tib obuna olup Ama nömerlerini gözetip ko'rib etmemiz olsanız acayip bo'ladi. Ekranda telefon nomerlarini qo'yib o'tganmiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Buningizki kichkinaroq. Bu kichkinaroq, bu 1.40 2.40. 1.40 2.40. 1.40 2.40. Bu balonlarından fark var. Birisi 15 ham bor, 14 ham bor. Bu neksiyani 13 kunluk balon. Nexta'ni 13'lük balonu qo'yilgan ekan. Teyleri, kalkasları hem bakvat resollardan koyulgan. Buni narxi? Buna 9340 beremiz. Parkop elektromontaj içinde yana üstünde gelişemiz. Yaşadan kalasa. Ben katta variant bu montaj için ben. Ben 1.60-2.60 variantı. Şu nereki bilen bir xil ben. Şu narxı bir xil 11,5 milyon şu parkopu şu elektromontaj hemmesinde var. Ne kaçıyorsun bunu? 11,5. 11,5 milyon so'm. Gerçekten joyi. Gerçekten joyi var ha. Lekin teylerini buroy turbadan, tokurda strömekeleri bilen nimelerden hiç koyadigan qilganmiz. Stubisalar adden alıp koyadigan qilib. 2-3 ketadigan, nergisi satılgan, bu yan Toshkentga ketadi. Biz zakaz bo'lgan yonbosh konteynerlisi 4 tarafdan ochiladigan buni. Bugün ketadi xudo qalasa Toshkentga zakaz. Necha so'm baraka bo'ldi bu xudo qalasa? Bu 12,5 milyon so'm. 12,5 milyon so'mga ko'cha balon ko'rganlaringizdan. Qara Sevet. Klient o'zi xohladimi Sevet? Ha, Qara Sevet dedi, Qara Sevet bo'lsin deb Qara Sevet zakaz bergan. Shuni yonboshlarni konteynerlisi etib, teyleri konteynerlisi 4 tarafdan ochiladigan ekan buni. Bir de qullaplari 4 tarafdan alıp koyuladi, kriller bilan birga alıp koyuladi. 4 tarafı. Opşim. Bu ko'cha balonda hurmatli obunachilar. O damaz zakasam shunday bo'ldi. Damaz balon bo'ldi. Ha. 2 dona risol, 2 dona amuzatör. Yani her yan tarafında bo'ladi ekan buni. Ben buroy turbadan bular necha tonna ko'taradi? 3 tonna, 3 tonna. 3 tonna açarlı mencerlab yasaldı bu. Hisob. Acayip kirib ko'pdilar ina. Bu yerda gelen güzetimiz ishidagi denimem. Yani nömerlerim gözetip etiyene bir ekrandan koyup verasmi. Telefon rakamları ekrandan koyup ötkenimiz. Usta kürsem ötesmi ya? Ha, usta kürsem bu hazırlıkça toxtab turttu. Bundan işlep turtmuz. Yine Hazarasov Avtopress bizim kanalım. Şu kanalına ülenip gelseler xudo qalasa çoğalı qilib, bonuslarını qilib beramiz. Yerdagilarni tanıştırıp etali. Neçəli vaqtda var inşallah nasıl bir kasb buna ha? 5 yıl stajımız var. 5 yıl stajımız var. Xudo qalasa hazır bu 3-4 gün oldu çıqqanımıza. Vilayatdan hazır Andijondan 3 ta mutaxassis ustalarımız gelir. Xudo qalasa 30 taraf 40 taraf bir tet taşımız ikkilenmesinden gelip üstüde körüp tellagan xarid qilib ketsalar bo'ladi. Son yana sualçı usta gerek olan sualçı usta işimen de gelirler olsa 7 milyonla 10 milyon sonunda işlet turt düşecek ustalarımız. Az 5-6 ustamız var. 10-15'e dolduracak mı kadar kalasa. Yani işçiler olursa iş bilen teminlisiz. Ha, iş bilen teminli sualçı ustalar olursa şu ekrandaki nümerlere müracaat kılsınlar. İşe kabul kılamız. İstikokat, 2 mekal istikokat var. Yatış şaraitimizden var. Şu abiyom 7 milyonla 10 milyon sonunda işlet tuttur özünün işine karab. Hesap. Da kalasa. Ana işçimen deyden yurttaşlarımız bu olsayna Serdar Bekamızda telefon rakamları ekranda aloqa çıkaversinler xudo qalasa. Bu 1.40'a 2,5 razmerimiz. Rengini mokri bo'lgan 15'lik balon. Şimdi ham bakvatoriyas ishlangan, taylar konteynerliz. Buna şu 9,5 üstünde yana gelişen joyi bor. Ramlarning 6'lik suylik 8'lik suylikda qilib turibmiz, quvvatli bo'lgan, baquvvat bo'lgan. Teylerin kalkaslarına bir gözetip ettik. Konteyner variantımızdan var. Konteynerin tam kısmından var, yan kısmından var. İki tarafından koyup tutmuz. Asıl koyup güzel kötürmedik ama çıra arabasında kraska sepkemiz. Ve yani bakvat resollar, buroy turbalar koyulgan. Bunun razmeri 1,5 ga 2,5. Bunu ham aldı tarafı da malum baş kısmı çıktıradiganlari bor, ipaqlaydiganlari bor. Arkasida mana mal yurt chiqadiganlari qo'yganmiz. Buni narxi necha so'm? Buni ham 11,5 million so'm narxi. Üstünde yana ozgina kelishtirib beramiz. 1,5 milyon so'm gerçekten joyi bor üstünde. Yine biz shotka variantlarimizdan bor. Yine Tikolar için, Matizler için, Damazlar için keladigan razmerlarimiz. Bular biz shotkalar. Bu 1.30'a 2.30. Biz shotka. Buni narxi bu maloshni seveti. Renginden farkı bor rengim.
her xil süretimden var. Bu 9 milyon so'm. Ha, bu biz rüşvetke 8 milyon so'm. Nimasi bilan? Parkopları bilan. Bu 1.40'a 2.40. Bu asin kopka zengi temedigi özünün tavanında klaska sepilmegen variantı. Necha yildan? Ha. Bunun narxı 8 milyon 300 ming so'm. 8 milyon 300. Ha, parkopu neresi içinde. Elektromontaj. Mümkün. Suvar keş ağalamız bol olsam. Bak açık öğretiler Xudo kalasa. Resollar ham 7-8 xil resol ko'p. Rossiyskiy, zavodskiy resollar ham bor. Prispi resollar, gaz elektrlarniki, Damaz'daki kimga qanaqa resol qo'yib bersa, shundan qo'yib beramiz. Balonning ham muammosi yo'q. Damaz balon bo'ladimi, Lasettinikimi, Nexia'nikimi xohlagandan qilib beramiz, Xudo xolasa. Eng hadovoyi qaysi bo'lib turibdi buni? Hozir eng hadovoyi bir viloyatlar qaysi holat turibdi? Qaysini holat turibdi? Viloyatlar endi har kim har xili. Ko'p hozirgi danli momentda bir mos kelib ketib turibdi. Bir moslang? 1.40 2.40, 1.30 2.30 eng hadovoyi razmer bo'lib turibdi hozir. Endi Nexia'lara, Damaz'lara daqturtlar, endi Cobalt Lasettilari 1.5 2.5 bir 70% hozir 1 mos ketib turibdi, 30% 2 mos ketib turibdi. Shuning uchun 1 mosni ko'p ishlab turibmiz hozir. Bir mosli hadovoy bo'lib turibdi deganda shunda. Shuni olib qo'ygan olsangizlar, hurmatli obunachilar, 50 ming so'm. Endi bizlar Xazar territoriyasida Xazar mol bozoriga qatnash menimcha 50 ming so'm, 70 ming so'm bo'lib turibdi. 4 tane apparasizlar. Yo'q deganda 4 tane yetadi bunga. 4 tane apparasizlar, 4 tane ikkalasizlar, hurmatli obunachilar. Bu ana 200 bilan 200, 400 ming so'm. 5 yil oldin bitta shu mahallamizdagiga prinsip berdim 2 ta moslik. Avan? Shu 3 oyda pulni chiqarib oldim dedi. Shu Xazaras bozorida, Bog'at bozori montaj 3 oyda pulni chiqarib oldim dedi 2 ta mosliga. Yana bitta zakaz qilaman deb 5 yildan ishlab turibdi. 2 yildan bir putilkasini rezini ketadi. Boshqa yerga ketadigan narsasi yo'q-ku. Buni rezini almashtirib, hadoyini qismini ketadi. 3 oyda quratib olganman pulni dedi. Haqiqiy ustunda mehnat qilib pul topaman deganlar 4-5 oyda pulni chiqarib olsa bo'ladi buni. Haqiqiy ustunda har verjinga ustunda shu ishlasa qilsa bo'ladi. To'g'ri. Aziz hurmatli obunachilar, kelaverasizlar, prinsip kerak pul olmasa, ishchiman degan suvarchi ustalar bo'ladigan bo'lsam, ekranda telefonimni olib chiqaverasizlar. Ish bilan ta'minlayman dedilar. Ob'yom desangiz, ob'yom olib turib, basasalar xarob bo'lsin, suvarchi professional ustalar bo'lsa, ishga taklif qilib qoladi ekanlar. Parkoplar ham aytib o'tar, parkoplar Tikodan tutib, Kaptiyogacha, Ford Gazelaracha parkoplarimiz bor. Skladda hozir zamoqlar olib chiqmadik. Surishib bo'lganda, Xudo xolasa indeks syomkada, Xudo xolasa hammasini chiroyli qilib, prinsiplarni to'ldirib, yana syomka qilamiz, Xudo xolasa. Parkoplar Tikoda tutib, to Kaptiyogacha, Gazi Fordlaracha bor. Bundan bir yandan endi Xudo xolasa ne yangilik bo'lsa og'amizda yuzat boshqa harakat qilamiz. Og'amiz bu yerga toza ko'shtilar, og'alar. Bu yerga toza ko'shtilar. Avval shu o'zlarining uylarida ish faoliyatlarini olib borgan edilar, hurmatli yurtdoshlar. Endi Xudo xolasa bu yandan yangiliklarni qilamiz deb turibdilar. Sezon ham keldi-ku endi. Nasib. Xudo xolasa indeks syomkamizda chiqaramiz ular ham silindrli varianti bor, alifon variantlari bor, tentli variantlari bor. Tentli ham 3-4 xil rangidan rangina qarab ham tikib qo'yamizda. Shuni tentdan o'ynatib Xudo xolasa. Alifonli variant bularni ketib, otli uchun yasab turibmiz hozir. Otli uchun asobinni Vodiy Surxondaryo va tarafga borib turibdi, hozir ekib turibdi. Hozir ham zakaz borlar ishlab turibdi, sexda ishlab turibdilar. Ishlatdilar. Xo'p, hurmatli obunachilar, bugungi video rolikimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Video rolikimiz shundan ko'rganlar uchun hammaga katta rahmat. Ana yuqorida aytib o'tganimizdek, prinsiplik xizmatlaringiz bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Adresni tushuntirib o'tdilar. O'zimiz ham videoning boshida tushuntirib o'tganmiz. Bemalol kelaverasizlar. Savolchilik, professional ustalar bo'lgan bo'lsam, ishga taklif qilib qolamiz. Salomat bo'lasizlar.